Assalomu alaykum. LMS tizimidan foydalanish bo'yicha navbatdagi video instruksiyani taqdim etamiz. Bunda asosan fan resurslari, kontentlar qanaqa tartibda qilinishi bo'yicha qisqacha tushuntirib beramiz. Har bitta fanimiz, har bitta yaratilgan masofavilar bo'yicha o'tadigan fanlarimizda minimum tarzda quyidagi elementlar bo'lishi kerak. Ya'ni e'tiboringizni bu chap tomonga qarashni so'raymiz. Biz resursni fanni ichiga kirganimizda birinchi navbatda fan bo'yicha o'quv me'yoriy hujjatlar bo'yicha deb nomlab qo'yishimiz kerak va bularning tarkibida nimalar kerak bo'ladi? Talabalarga e'lonlar, ya'ni oraliq nazoratlar qachon bo'lishi, joriy nazoratlar qanaqa belgilanishligi yoki boshqa bir turdagi e'lonlarimiz joylashtirishimiz mumkin. Nimalardan iboratligi, nechta mavzuligi bo'yichami, nimadir bo'lsak joylashtirishimiz mumkin. Undan keyingisi esa o'quv dasturi, tasdiqlangan o'quv dasturi bor. O'quv dasturlarini syllabus, zarur bo'lsa majmualar, foydalanilgan adabiyotlar bo'lsa, zarur bo'lsa, deylik biz kutubxonada mavjud yoki o'zimiz elektron tarzda yig'gan elektron variantda bo'lgan adabiyotlarni joylashtirishimiz mumkin. Biror bir tashqi bulut servislar orqali, masalan Google Drive yoki boshqadırdagini joylashtirib, unga havolasini qo'yishimiz mumkin va har hafta o'tadigan Zoom darslarimizda havolasini joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Demak, o'quv me'yoriy hujjatlar, e'lonlar o'zi avtomatik tarzda kurs yaratilganda mavjud bo'ladi. O'quv dasturi, syllabus, Zoom havolasi, zarur bo'lsa foydalanigan adabiyotlar va majmualar. Ya'ni birinchi seksiyani shu tarzda to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Bu talabalar uchun fan haqida umumiy ma'lumot beruvchi me'yoriy hujjatlar. Keyingi qismimizda esa mana qalamcha belgisini qo'yib, ushbu ma'ruzani yoki ushbu mavzuni qo'yishimiz mumkin. Masalan, birinchi mavzu deylik, shartli ravishda LMSda kontent yaratish deb qo'ydik. Bunda tarkibiy qismlar nimadan iborat? Biz deylik bir semestr mobaynida 12 ta mavzuni ko'rib chiqmoqchimiz. 12 ta mavzu bo'ladigan bo'lsa, unda 12 ta ma'ruza, 12 ta u bo'yicha bajargan prezentatsiya, taqdimot materiallarimiz, 12 hafta mobaynida o'tgan Zoomda yozib olinadigan darslarimiz yoki biror bir ekran yozishda mo'ljallangan, biror bir studiyada yozilgan, biror bir o'zimiz topgan videolarimizni joylashtirishimiz mumkin va topshiriq ko'rishdagi amaliy seminar yoki laboratoriyalarni qo'yishimiz mumkin. Shuningdek, keyin tavsiya qilinadi nazorat savollari test ko'rishda yoki biror bir ko'rishda joylashtirsak bo'ladi va qo'shimcha tarzda tavsiya etamiz. Qo'shimcha interaktiv topshiriqlar va vositalar. Hozirgi kunda bir qancha onlayn ko'rishdagi servislar bor, vositalar bor, turli xil ta'lim didaktik vositalar bor. Shularni bemalol qo'ysak bo'ladi. Lekin majburiy tarzda tavsiya qilamiz va majbur deymiz. Mana bu ma'ruzalar, zarur bo'lsa uni prezentatsiya materiallari, video darslari Zoomda yozib olingan yoki qo'shimcha amaliy seminar yoki laboratoriya bo'yicha topshiriqlar va test nazorat savollarini yoki qo'shimcha interaktiv materiallarni qo'yish bu keyingi masala hisoblanadi. Shuning uchun ham agar mana bu tomonda ko'rib turganimizdek, deylik birinchi mavzuda biz ma'ruza matnini, ma'ruzani, uni prezentatsiyani olib borib tashladik, video darslarni joylashtirdik, amaliy bo'yicha topshiriqlarni yaratib oldik, bilib olaylik. Mana bu joyda demak bizda mana bu naqa ko'rishdagi rangda strelkasi tepaga qaratilgan elementimizdan iborat. Bu aynan topshiriqlar ko'rishdagi degandir. Bularni biz topshiriqlarni talabalar shu orqali yuklaydi va tepada biz PDF fayl, doc fayl, boshqa bir ko'rishdagi fayllar yoki bo'lmasa prezentatsiya ko'rishdagi fayllarni joylashtirib chiqamiz. Va tavsiya beraman, birinchi ma'ruzada nom qo'ydik. Har bittasiga biri 1 ma'ruza, biri 2 taqdimot materiali, biri 3 video dars, biri 4 demak birinchi amaliy seminar yoki laboratoriya, biri 5 nazorat ko'rishdagi savollar yoki test savollar, biri 6 qo'shimcha biror bir interaktiv topshiriqlar va vositalarni biriktirsak bo'ladi. Biz har bittasiga alohida PDFlarni joylashtirib chiqishimiz unchalik zarur bo'lmaydi.
juda ham oddiy yo'lda ko'rsatdim. Shunchaki biz bitta mavzuni to'liq deyarli minimum darajada shakllantirib bo'lganimizdan so'ng o'ng tomondan dublirutni bosish orqali shakllantirishimiz mumkin. Ko'pincha bu topshiriqlarimizda ret etganimizda qulay bo'ladi. Yoki biz har bitta 12 ta mavzu bo'yicha 12 ta ma'ruzalar bo'yicha PDF faylini yaratib olsak, prezentatsiyani qilib olsak, shunchaki o'ziniki seksiyasiga drag and drop qilib turib, ko'chirib olib borib tashlab joylashtirsak yaxshi bo'lardi. Va tavsiya qilamiz, talabalarning chalkashib ketmasligi uchun, talabalarda adashmasligi uchun har bitta mavzular bo'yicha shartli raqamlab ketishdi. Birinchi ma'ruza, biri bir ma'ruza, biri bir ikki amaliyot, taqdimot, video darslar, amaliy va nazorat savollari ko'rishdagi yaratib olishda tavsiya beramiz. Bittani qilib olib, deylik topshiriqlarni qilib olib, dublirut qilib, ikkinchisiga o'tib ketsak bo'ladi, dublirut qilib, uchinchisiga o'tib ketsak bo'ladi. Va shu joyda bitta tavsiyaviy ko'rishda aytamiz, deylik talaba hali deylik ikkita ma'ruza, ikkita mavzuni o'tib bo'ldi, uchinchi mavzuga o'tmadi va uni biz talabalardan yashirib qo'ysak bo'ladi bu joyda. Yashirib qo'yadigan bo'lsak, talabalar tepadagi qismlarni ko'radi, lekin uning davomini ko'rmasligi mumkin. Yoki bo'lmasa biz talabalar mana bu topshiriqlarni to'liq bajarmasdan turib, keyingi mavzularga o'tmaydigan holat ko'rishda shakllantirishimiz mumkin. Hozirgi umumiy gapirib o'tganimiz shular, ya'ni kontentlarni qanaqa tarzda, qanaqa tartibda yaratish bo'yicha edi. Keyingilarda esa nima deydi? Testlarni qanaqa yaratishimiz mumkin? Birinchi topshiriqni bajarmasdan turib, ikkinchi topshiriqqa qanaqa o'tmasligi mumkin? Talabalar tomonidan amaliy topshiriqlar yuklansa, uni qanaqa baholashimiz mumkin? Ularni batafsil ko'rib chiqamiz. Rahmat.